yolda mayli qonlarimiz oqsin, jonlarimiz ketsin, mollarimiz ketsin, yanmasligimiz kerak. Agar biz maqatan bo'shab qolsak, demak Uyg'urlar mush lagerlarda o'ylab tugab ketadi degan gap. Sirt qolganlari hasratda, nadomatda, g'amdan, ich pushqidan hammamiz kesilib tugab ketadi qarindoshlarimiz. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joydagi Uyg'ur qarindoshlarim. Hozir mana mush maydonda bir qarindishimiz o'zininki ma'lum yo'l orqali vatandagi bir qarindish bilan ko'rishganligi, Xotandan Yo'ronqashda shu bir oy ichida bir kanitdan 11 odamning uyligini, lagerini ochiq berganlik xabarlarini davatadi hamda. Qolgan adres hamma narsani degan hamma Yo'ronqash men shunchalik aytay. Ahvol mushunda ig'ir ekan qarindoshlar. 11 odamning uyligini shu bir oy ichida bir yezidan deydi. Bir kanitdan 11 odamning uyligini lagerda o'lganligini deb o'tibdi. Hamda qarindoshlarimiz bu lager ya Xitoyninki qora o'nkiri, bizni yo'qotadigan qora o'nkiri shu. Shuning uchun shu lagerni taqtish, lagerdagi qarindoshlarimizni qutqizish yo'lida butun dunyoda qarindoshlarimiz o'zininki tuqqanlarining, ustozlarining, o'qituvchilarining, urug' tuqqanlarining rasmini ko'tarib, biz ko'chalarga to'kilishimiz kerak qarindoshlar. Butun dunyodagi Uyg'urlarimiz ta bir bundan netinja ammag'ichilik dunyodagi insonlikni insonlarning vijdoniga xitob qilib biz chiqishimiz kerak qarindoshlarimiz. Yetiversak mana bir yezda 11 odam bir oyda o'ldi degan gap. Ya'ni bu masala bak ig'ir. Hatto Uyg'urlar hozir ham hammamiz shu o'lib tugudakmiz degan bir ro'y holat kelib qopti deb men xabar qilgan qarindishimiz shunday deydi. O yani vatandakilarning birdan bir umidi Allohdan qilib qolsa sizlar bilan biz qarindoshlarimiz. Bu zulm dunyoga anglatsak, biz uyg'onsak dunyo xalqida chuqum uyg'onadi deb qaraymiz. Bu Xitoy fashistlarininki bu zulmini turg'izish uchun bizning haqliq davoyimiz bo'lgan, ya'ni mush 20-asrdagi insonlarninki peshonasiga bir chaplashgan bu lagerni bor bu numusni yo'qotishga insonlarni chaqirsak inshaalloh butun dunyo xalqi mencha uyg'onadi, ham uyg'onyapti, ammo biz Uyg'urlar texcha uyg'onamayapmiz. Mush chet eldagi Uyg'urlar oylab ko'chalarga chiqishimiz, sistemlik ochlik e'lon qilishimiz va bu zolim Xitoyning bu zulmini to'xtat deb butun dunyoga vaqirishimiz kerak qarindoshlar. Chunki biz vaqirmasak bizlar hech kimdan kar olmaydi. Shuning uchun bu qatimqi xalq harakati, ya'ni xalq navbat harakati chuqum davomlashi kerak. Oylarcha, yillarcha, hatto chuqum bir natija og'chilik davomlashimiz kerak qarindoshlar. Bu yo'lda mayli qonlarimiz oqsin, jonlarimiz ketsin, mollarimiz ketsin, yanmasligimiz kerak. Agar biz maqatan bo'shab qolsak, demak Uyg'urlar mush lagerlarda o'ylab tugab ketadi degan gap. Sirt qolganlari hasratda, nadomatda, g'amdan, ich pushqidan hammamiz kesilib tugab ketadi qarindoshlarimiz. Shuning uchun Alloh sizlar bizga shunchalik bir erkinchilikni beribdi. Mush erkinlikdan foydalanib, ash vatandagi ovozi bo'g'ilgan, bir dardini anglolmagan qarindoshlarimizdan bir ovozi bo'layli. Bu siz bizning aqalli bir insoniy burchimiz qarindoshlarimiz. Din emas, aqalli bir insonlik burchimiz. Shu qarindoshlarimizdan qor yomg'ir yig'layotidi, hasrat chekyotidi. Shular o'limni izlab topolmayotidi. Ammo sizlar biz shu qarindoshlarimiz qanday qilib bu xotirjam uxlab, xotirjam oshab, xotirjam yashalaymiz qarindoshlarimiz. Bizni birdan bir yashayotgan narsa qisas bo'lishi, ashlarninki davosini qilish bo'lish kerak. Bo'lmasa bizning hayotimizdagi hayotlikning hech qanday ma'nosi, mazmuni qolmaydi qarindoshlarimiz. Hammanglar ko'chaga qarindoshlarimiz. Butun dunyodagi, mana Turkiyadagilar shunda so'qda, Turkiyadagi balla, ayollar chiqyapti. O'sha Yevropadagilar chuqum chiqinglar qarindoshlar. Bir ashqanmaslar, ashqdan o'lab qolmaslar, talada qilib qolmaslar. Sizlar vatanda qarindoshlaringning, ash bichara xalqimizning mushu ovozini dard aramlarga xotim berish uchun qo'limizdan kelishicha ko'chalarga to'kilaylik qarindoshlarimiz. Hammanglarga rahmat.